Kirib kelgan sezonda bu tortdan tayyorlab ko'rmasangiz, aniq afsuslanasiz. Birinchi bo'lib, idealniy bo'lib chiqadigan shokoladni biskvitni tayyorlaymiz. Tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib, shakarni oz-ozdan solib, beze tayyorlab olamiz. Keyin esa tuxum sarig'iga o'simlik yog'ini solib, aralashtirib, beze ustidan solib, lopatada sekinlik bilan aralashtiramiz. Quruq mahsulotlarni setidan o'tkazamiz, lopatada sekinlik bilan aralashtiramiz. Tayyor massani qolipga solamiz va 170 gradusda qizdirilgan duxovkada pishirib olamiz. Biskvitni yaxshilab sovitamiz, keyin esa ustini kesamiz va ichini esa qo'limiz yordamida chuqurroq qilib ochib olamiz. Eng mazali kremini tayyorlash uchun 45% qaymoq ustidan krem chiz, quyultirilgan sut va qand upasini solib mikserda isitishguncha ko'pirtirib olsak bo'ldi. Orasidan chiqqan urvoqlarni yaxshilab maydalab, trayfl idishlarga solib chiqamiz. Biskvitni xohishga ko'ra sut bilan propitka qilamiz, keyin kremdan solamiz, xohishga ko'ra mevalardan solib, ustidan nutella, yana kremni solib, mikslab shapkasini yopamiz va bir kechaga sovutgichga jo'natamiz. Trayflni ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda terib, bir kechaga sovutgichga jo'natamiz. Tortimiz va trayflimiz ustidan tayyor ganajni qo'yamiz, yana yarim soatga sovutgichga jo'natamiz. Ustini xohishga ko'ra mevalar bilan bezatamiz va dasturxonga tortamiz.